Assalomu alaykum akalar. Bugun obzorimizda Samuray, ya'ni BMW E60 mashinasi bo'ladi. Akalar, mashinamizni yiliga ahamiyat qilamiz. Yil 2006-yil, 364 ming kilometr bosib o'tgan 2.5 motori zo'r, korobkasi avtomat korobkasi zo'r, ходовой 80% zo'r, 20% mayda-chuydasi bo'lishi mumkin. Akalar, mashinamizning sirasi narxini aytib o'tib ketaman. 12.200 AQSh dollari 2006-yil 2006 narxi internetda 17.000-18.000 dollar. Mashinamizga juda ham ko'p darobotkalar qilingan, ya'ni bamperlar, faralari restyling qilingan va faralari darobotka qilingan va salonlari ham polniy podkarbon akoprintlar qilingan. Mashinani bitta ko'ramiz. Mana qaranglar, rangi standart, juda ham chiroyli, BMWning xarakteri bor deyman. Mana bu ko'zlarni qaranglar, Samuray, faralarning ichlari restyling qilingan, okalar, bamperlar taqilgan, oldi amortizatorlar cho'ktirilgan, sportivniy diskalar qo'yilgan. Mashinamizda lyuklar bor, krugovой tonirovkasi bor, hali bir 8 oychasi bor, okalar. Mashinamizda hattoki propan ham bor. Endi sizlar bilan bitta orqa rakursini ko'ramiz. Orqa rakursini ko'rsanglar bo'ladi. Bunda ham bamperlar turibdi, 4 tali выхлопной sistemalar turibdi, diodniy optikaligacha turibdi. Endi sizlar bilan bitta interyerni ko'ramiz. Interyeri skromniy. Interyeriga keladigan bo'lsak, skromniy, qop-qora, elektronniy, kojinniy sidenalar, двухэтапный память sidenasi bor, avtomat korobka, klimat kontrol, Android mikrofon qo'yilgan, multifunksiyonalniy rul qo'yilgan, cruise kontrollari bor okalar, stiklopodnyomniklar, detskiy rejimlarigacha bor, hattoki lyuklargacha bor. Mashinamiz juda ham derskiy va skromniy okalar. Narxi 12.200, 2006-yilga bunaqa narx adashmasam hech qayerda yo'q. BMW E60.